to'xtang, videoni o'tkazib yubormang. Uyingizda yosh bolangiz bo'lsa, bu mavzu siz uchun. Oxirigacha eshiting, o'zingizni bitta kasallikdan himoya qilgan bo'lasiz. Bu real voqea. Oldimga kelgan bemorimni aytib bergan gapini sizlarga ham aytib bermoqchiman. Turmushga chiqish yoshidagi qiz bo'lgan, voyaga yetgan. U qiz turmushga chiqishdan avval salonga kirib pedikyur qildirmoqchi bo'lgan. Tovonini qilayotganda lezvatam nimadadir qiribdi. Qonatib borgan, qirganda. Qonatib borganini oqibatida u ko'payib ketgan. Uyga ketgan, to'yib bo'lgan. Menga mana 9 oy o'tib to'yidan keldi, 8 oylik homilador. Homiladorda borodavkasini kuydirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'p miqdorda bo'lsa, oz-ozdan kuydirish tavsiya etiladi. 3 tadan boshladim kuydirishni. Uni ko'rinishi dumaloq qatoqqa o'xshaydi, lekin ichida kivit urug'iga o'xshagan qora-qora tochkalari bo'ladi. U tomirlari hisoblanadi. Yuqumli bo'ladi. Misol, oilangizda qandaydir shunaqa kasallik bilan kasallangan odam bo'lishi mumkin, lekin sizga yuqmagan bo'lishi mumkin. Nima sababdan? Sizning immunitetingiz hozircha yaxshi. Shunga yuqmagan bo'lishi mumkin. O'sha u qiz tug'adi, 1 oy qolibdi. Tug'sa, bolasiga ham yuqishi mumkin. Chunki chaqaloqning immuniteti past bo'ladi. Oddiy gerpes bilan bolani o'psangiz, qanaqa alomatlarga olib keladi? U virus. 3 tasini kuydirdik. Mana dorilari bor, uni davolaydigan. Kelsa, dorilarini qo'yib, ikkinchi etapini qilamiz. Birinchi etapiga kelib ketgan. O'sha 1 hafta bo'ldi, bugun keladi. Bunday muammo sizda ham bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Yosh katta onaxon, otaxonlarimizni ko'p qadoq bezovta qiladi. Qadoqlarda og'riqsiz olib, baradavkalarda ham og'riqsiz kuydirib yo'q qilib beraman. Qadoq yana qayta takrorlanishi mumkin. Bosim kamroq bo'lishi kerak. Baradavka esa 3-4 etapda yaxshi bo'ladi. Uzog'i 6 etapgacha. Ehtiyot bo'ling, bu arzon muolaja emas. Yuqtirib olmaslikka, gigiyenaga, birovning oyoq kiyimini kiymaslikka harakat qiling.